同学们来到新疆共青团网上双语夜校，教你学汉语，情景绘画，即学即用。我是你们的老师 Segila Asghar。今天我们要学习的是第8单元的语法部分。Bizning o'rganadiganimiz 8-chi qismningki grammatik bölümü. Ondaq bo'lsa，我们来看一下我们今天的语法。今天我们要学习的语法是几个内容啊？Bugun bizning o'rganadigan mushu grammatikimiz jami 2个。第一个是简单趋向补语，第二个呢是结果补语。Yani nimani o'rganganmiz? To'liqlig'ichi. Qandaq to'liqlig'ichi? Birinchisi mushu oddiy yuzlanish to'liqlig'ichisi. İkincisi bo'lsa 结果补语 yani natija to'liqlig'ichisi. 好 ondaq bo'lsa 我们来看一下，首先我们来了解一下什么是趋向补语。Avval biz nimani bir bilaylik? Mushu yuzlanish to'liqlig'ichi degan nima? 表示事物呢随动作而移动的这个方向，那就是mushu narsalarningki harakatga ergishib qandaq yo'tkilgan shu yo'linishni ko'rsatib berdig'ini 就是什么呀？ shu yo'linishni ko'rsatib berdig'ini 就是什么呀？ 就是我们的这个趋向补语。趋向是nimani bildirdi? Mushu yo'linishni. Nimaning yo'linishi? Harakatningki yo'linishi. Harakatningki qaysi tarafga qarab mushu yo'tkilayotganligini. Masalan, shu kelyaptamdi, yo ketyaptamdi, yo ustiga chiqyaptamdi, yo pastga tushyaptamdi, yo o'tib ketib boryaptamdi, yoki mayoqqa qarab kelyaptamdi. 那么这些 mushularni ko'rsatib berdig'ini, masalan, chiqamdi yo kiramdi, mushuni ko'rsatib beradigan so'zlar nima bo'lib qoladi? 趋向补语 deymiz. Masalan, chiqish bo'lsa 出 deymiz-ku. 那么bu yoqqa chiqing desam, 出来 deyishim kerakmi yoki 出去 deyishim kerakmi? 好, buningda bugun o'rganadigan mushu 简单趋向补语 deganimiz 就是主语加谓语加来去. Yani ega qo'shilgan xabar, qo'shilgan lay yoki bo'lmasa 去. 那就是bugun nimani o'rganganmiz? Mushu zodi lay deb ishiltamdik yoki 去 deb ishiltamdik. Shu 过来 demdim yoki 过去 demdim. 上来 demdim yoki 上去 demdim. 出来 demdim yoki 出去 demdim. Buni qanday ishiltimiz deganni o'rganmoqchi. 好, undaq bo'lsa 我们来看一下啊。首先，来去可用在一个动词后边，表示说话的人或所指事物移动的方向的。那么来yoki去degan bo'lishi xatni naninki mushu pilninki keyniga qo'yib shu gap qilayotgan odam yoki bo'lmasa shu ko'rsatib berayotgan narsaninki qandaq mushu harakatiningki yo'linishini ko'rsatib berdi demoqchi. Agarda mushu yo'linishi gap qilayotgan odamga yaqinlashayotgan bo'lsa, layni ishlatamiz. Yiroqlashgan bo'lsa, chuni ishlatamiz. Bu nima degan gap desak, masalan, men hozir sinfda hozir dars o'tayotgan vaqtimda bir saboqdosh eshikni chekdi. Men sinfda. Men bu bolaga kiring demdim yoki chiqing demdim. O'yinga shu kiring deyishim kerak. Shunday-ku. Nima kiring degan vaqtimda hanzu tilida o'yinga shu 进来还是进去? 是 layni ishiltamdim yoki chuni ishiltamdim degan gap qo'y bu yerda. Nima qandaq bilamiz? Gap qilgan kishi kim u? Men. Nima bu yoqni men hozir kiring dedim-ku. Bu odam kiring degan vaqtimda shu mening yenimga, xuddi shu menga
mushu ikkimizniki orliqiga menga yaqinlashmoqchimi yoki mendan jiroq ketmoqchimi? Men hozir sinfning ichida, bu yoq sirtdan sinfning ichiga kirdi, orliqi menga yaqinlashidi. Shuning uchun mening deydigan gapim qanday bo'lish kerak? Ching lay bo'lish kerak. Ching lay. Men gap qilgan odamga yaqinlashgan vaqtida lay bo'ladi. Nima? Agarda o'xshasha har ishkilimiz sirtda bo'lgan bo'lsa, xo'ja shu sinfninki sirtida. Nima men bu saboqdashlikqa kiring deyman. Lekin menmi sinfning sirtida, bu balami sinfninki sirtida. Hozir bu bola sinfning ichiga kirib ketsa, bu ikkimizning orliqi qanday bo'ladi? Yiroqlashadi. Chunki men sinfning keyinda qolaman, u bola sinfning ichiga kirib ketadi. Orliqimiz jiroqlashganligi uchun men bu yoqqa kiring degan vaqtimda ching chu deyishim kerak. Ching chu deyishim kerak. Tushundingmi? Yana bir misol olib baqaylik. Masalan, mening uyim 3qavatda.我的这个房子呢在3楼。然后我有一个朋友来找我， meningki bir do'stim meni izlab keldi. Men derizdan beshimni chiqarib qardim. Qarab do'stimni ko'rdim. Men hozir nada? Men 3qavat uyda. Do'stim hozir nada? 1qavat pastda. Nima? Men bu do'stimga ustiga chiqing deyman-ku. Degan vaqtimda bu ustiga chiqsa, shu mening yinimga yiqilishamdi ya mendan jiroqlashamdi? Menga yiqilishidi. Shuning uchun men do'stimga shanglay deyman. Nima? Agar har ishkilimiz pastda bo'ldik, nima? Men agarda do'stimga siz avval chiqavering degan bo'lsam, siz avval chiqavering degan bo'lsam, hozir men nada qoldim? Men 1qavatda qoldim. Do'stim nega chiqmoqchi? 3qavatga chiqmoqchi. Ikkimizning orliqi jiroqlashidi. U vaqtida men nima deyman? Ni sen shang chu. Shanglay demayman bu vaqtida. Shang chu deyman. Nima? Qo'shib kelsak, bu nima degan gap desak-chi, shu gap qilayotgan odamga yaqinlashgan vaqtimizda lay degan xatni ishlatasiz. Jiroqlashgan bo'lsa chu degan xatni ishlatamiz. Nima mingba? Nega keldi o'sha mavu dongtsininki keynida, dongtsi. Masalan, jinglay, jingchu, shanglay, shangchu. Shunday-ku. Ha, uningdan boshqa yana bir misol olsak, masalan, 我现在呢在办公室. Men hozir nada? Ishxonada. Ha, nima? 我有一个学生过来找我. Bir o'quvchi meni izlab keldi. Nima? Bu o'quvchi ishxona yiniga kelgan vaqtida men nima deyman? Jinglay deyman. Shunday-ku, jinglay deyman. Chunki orliqimiz yiqilishidi. Jinglay deyman. Nima? Siz mana sinfga kirib bir ishlarni qilib chiqing degan bo'lsa, masalan, sinfga kirib bir kitob chiqing yoki bo'lmasa daftar topshiriqlarni yig'ib chiqing deb mundaq degan bo'lsam, nima? Bu yoq ketgan vaqtida shu mendan qanday yiroqlashidi-ku. O shu ni 到教室去，到教室去，把作业本拿过来。作业本yana mening yonimga olib keladi shunday-ku, 把作业本拿过来deyman. 你去，或者是你到教室去，把作业本拿过来bo'lib ma'noda. Hop, bu yana tushundikmi? Yaqinlasak lay, yiroqlasak chu. 这是第一个 birinchi nuqta biladiganimizniki. İkincisi, 如果宾语是普通事物或人, agarda mushu nimasi to'ldiruvchi odatdagi narsa yoki bo'lmasa odam bo'lgan bo'lsa, 那么可以放在来去之前，也可以放在来去之后。Bu nima degan gap desak, 那就是说 biz nima deymiz? 我们在说一句话的时候 biz bir gaplarni qilayotgan vaqtimizda, nima ega xabar to'ldiruvchi deymiz-ku,
ega xabar to'ldiruvchi. Agarda bu yerdagi mushu to'ldiruvchi bir oddiy bo'lgan odam yoki narsa bo'lgan bo'lsa, nima biz qandaq mushu lay chu degan mashki xatni asli o'rni nada? Asli o'rni pilning keynida de shunaqo. Nima bu vaqtda mushu lay chuni mushu pilningki keyniga qo'ysaqmi bo'ladi? Yoki mushu lay chu deganni qandaq ashu to'ldiruvchininki keyniga qo'ysaqmi bo'ladi? Oldiga qo'ysaqmi bo'ladi? Bu nima degan gap desak? Masalan, siz berib mushu bir stakan suv akiling degan bo'lsa-ma, bu stakan suv, bir stakan suv odatdagi narsa-ku. Nima bu vaqtida men qandaq desam bo'ladi? 拿来一杯水 desam bo'ladi-ku. 拿来 lay degan aslima pilning keyindigu. 拿来一杯水 对吧? Nima bu yerdagi mushu lay degan xatni mushu 一杯水 ma 水 degan xatninki keyniga qo'ysammi bo'ladi degan gap. Shu vaqtda qanday qildi? 拿一杯水来 yoki bo'lmasa 拿水来 na pul aykiling degan bo'lsam 拿钱来 desak bo'ladi. Yana qanday desak bo'ladi? 就是拿来水 yoki bo'lmasa 拿来钱 这些都可以这些都可以. Nima ma kitobdagi misolda nima debdi? 拿盐来 tuz aykiling. Yana qanday desak bo'ladi ekan? 拿来盐 拿来盐 都可以来degan maqsad yenning oldiga kelsin bo'ladi, keyniga kelsin bo'ladi degan gap. Xo'p, unda xususiy 3-chi nuqtada nima debdi? 如果宾语是地点 agarda to'ldiruvchisi o'rin bo'lib qolgan bo'lsa, najushi bir yerga berib bir nim qilish. Xo'ja shu bir yerga berish deb mundaq bo'lib, o'rinni so'zlab qolgan bo'lsak, 来去 nega kelish kerak? Shu o'rinninki keyniga kelish kerak. Mushu o'rinninki keyniga kelish kerak. Masalan, bayamqi misolda sinfga kirib nimani aykiling dedim? Daftar topshiriqni aykiling dedim-ku. Shu vaqtda qanday dedim? 到教室去把作业本拿来dedim. 到教室去把作业本拿来. 好，men yerda 我不能说到去教室 desak bo'lmaydi va 到去教室deb mashqasini birga aytsan bo'lmaydi. Ma'lum bir joyga berish, bir joy bo'lib chiqqan vaqtida 到什么什么地方去 yoki bo'lmasa 进什么什么地方去 agarda mana yaqinlashgan bo'lsak layni ishlasakmi bo'ldi-ku. 到什么什么地方来 到什么什么地方去 进什么什么地方来 进什么什么地方去 deb ishlasak bo'laverdi. Masalan, mushundaq ishlatishimiz kerak. Asliga qarasak bu shu. 他进卧室去了. U hujrasiga kirib ketdi. Xo'p, buning ichidagi 他进 kirishunaqo nega? 卧室 hujra, 卧室. 去 degan xatni mu 卧室 degan miyada o'rinni ko'rsatib berdi. 去 degan xat mu shu 卧室ninki keyniga kelyapti va keyniga kelish kerak. Oldiga 他进去卧室了 desak bo'lmaydi. U kirgetdi, 他进去卧室了 desak bo'lmaydi. 应该是他进卧室去了 desak bo'ladi. Nima 他朝卧室来了. U hujraga qarab kelyapti. Nima bu yerda yaqinlash yutibdi shunaqo. Shu vaqtida 他朝卧室来了. Yaqinlashsak lay, yiroqlashsak chu bo'lib ma'noda va unda xo'sa mazmunni tushundikmi? Yana bir devitaya. Odatda mushu kiring, chiqing yoki ustiga chiqing, pastga tushing deb mundaq degan vaqtimizda agarda gap qilayotgan shu odam yoki shu narsaga qarata yaqinlashsa lay nishilsiz. Pilning keyniga layni aytilasiz. Yiroqlashsak pilning keyniga chuni aytilasiz. Nima mushu oddiy ismlar bo'lgan vaqtida lay chu deganni oldiga kelsangiz bo'ldi, keyniga kelsangiz bo'ldi. O'rin bo'lib qolgan vaqtida lay chu cho'qim o'rinning keyniga kelish kerak. O'rinning keyniga kelish kerak. Xo'p, tushundikmi savoqdoshlar? Unda bo'lsa, miyadagi misollarni menga agishib ikki qitimdan o'qib olsak. 上来
下去，下去，拿盐来，拿盐来，拿来盐，拿来盐。他进卧室去了，他进卧室去了，他朝卧室来了，他朝卧室来了。好，这是我们今天的第一个语法部分。第二个ikkinchisiga qarsak nima? 结果补语debdi. 结果degan nima? natija. 那就是 natija to'liqlag'uvchisi. 好，那不nima degan gap desak, 那就是因动作行为导致的结果，那就是mushu harakatdan keltirib chiqqan ma'lum bir xil natijani bildirdi. Avval harakatni qiladi. Bu harakatninki natijasi qandoq bo'ldi? Mushu harakatninki keyniga mushu natijasini qo'yamiz. Hamda buni ko'pincha qandoq so'zlar orqali ifodalaymiz desak, sifatlar orqali ifodalab ma'miz. 好，那么面的在动词后边加上形容词或动词，表示动作行为的结果。Yani mushu pilninki keyniga sifat yoki bo'lmasa pilni qo'shib, shu harakatninki natijasini ko'rsatib beradigan mushundaq jumlalarni nima deymiz? 结果补语. U bir to'liqlag'uvchi bo'lib, ya'ni natija to'liqlag'uvchisi bo'lib ma'noda. Ha, masalan bizning miyaga misoldan qanchani beribdi? 4 ni beribdi. Shunaqo 道完对错. Oldini hammasiga 动词 debdi. 动词 degan pilg'u. Pil, nima keyniga 道. 道 是 yetib berish. Bir harakatni qilib qandoq bir joyga yetdi, mandaq yerga keldi. Nima keyniga 道 ni akabdi. Masalan keyniga 等 degan saqlash. 等到 saqlab qanchagacha saqlabdi? 3gacha. 等到3点 3gacha saqlash. Nima 走到医院. 走医院 desak bo'lmaydi. U vaqtida menish doktorxona bo'lib qoldi. Menib doktorxonaga berish desak 走到医院. 走到医院. Ananki ikkinchisiga one, 那就是bir narsani tamom bo'lib bo'lgan vaqtida, qilib bo'lgan vaqtimizda one deymizku. Masalan, topshiriqni yozib bo'lish degan bo'lsa, 写完作业. 写作业 是 topshiriq yozish. Yozib bo'lish. Bu bo'lish degan ma'vu natija hosil qilgan to'liqlig'ichini nega qo'yamiz? 动词ninki keyniga qo'yamiz 写完作业. Nima tamoq yeyishni 吃饭 deymiz. Na tamoqni yeb bo'lgan bo'lsak, 吃完饭 deymiz. 好, yana nima to'g'ri xato deganni bildiradigan也可以是吧? Masalan, to'g'ri yozish degan bo'lsak 写对, xato yozish bo'lsa 写错. Jumlaga kirgan bo'lsak, masalan, bu xatni xato yozibsiz desak, 这个字写错了. 这个字写错了. Mushu 错, ya'ni natijasini ko'rsatib beradi. Nima 说对了. Siz to'g'ri dedingiz desak, 你说对了. Yoki siz xato dedingiz, 你说错了. Siz xato dedingiz degandek. Nima ostidagisiga qaysi 好 deganni ishlatibdi. Bu nima? 是 bitdi, qilib bo'ldik deganni bildirdi. Masalan, 整理好, 那就是 整理 degan yig'ishtirish. 整理好 bo'lsa, yig'ishtirib bo'lish. Na 修 degan yasash, o'ngshash. 修好 degan yasab bo'lish. Yoki bo'lmasa o'ngshab bo'lish degan ma'noda chiqadi. 这里面这个到完 yoki bo'lmasa 对错 yoki bo'lmasa 好 nima o'sha oldidagi harakatninki natijasini ko'rsatib beradi. 到 是 menga yetib borganligini, 完 是 putganligini, 对错 是 to'g'ri xatoligini, anandagi 好 deganimiz 也是 putgan yoki bo'lib bo'lgan bo'lmaganligini ko'rsatib beradi. 这是结果补语. Agarda texi tugamagan bo'lsa, 那就是 qilib bo'lanmagan bo'lsa, 就是没 texi 没有degi 没 bog'i, shu 没 degan xatni qo'shsak bo'ladi. Nega qo'shimiz? Pilninki oldiga. Masalan, 3gacha saqlamidi bo'lsa, 没等到3点. No doktorxonaga minib kelmadi bo'lsa, 没走到医院. Topshiriqni yozib bo'lanmadi degan bo'lsa, 没写完作业.
那 tamaqni yeb bulanmasa o'xshash 没吃完饭 那么 to'g'ri yozamidi desak 没写对 to'g'ri diyamidi desak 没说对 那 ma o yig'ishtirib bo'ldi desak 整理好 那 yig'ishtirib bo'lamidi desak 没整理好 那 o'ngshab bo'lamidi desak 没修好 deymiz qilib bo'lsak keyniga xavla yoki vanla davla deb ishlatgan bo'lsak qilib bo'lamagan bo'lsak oldiga meyni akilimiz keyniga alni qatmaymiz keyniga lni qatmaymiz ha andan keyin agarda bu yerga bir to'liqlig'ini ekanmoqchi bo'lsak u to'liq agarda bu yerga bir to'ldirg'uchi ekanmoqchi bo'lsak bu to'ldirg'uchini nega qo'yimiz desak ashu bu ya'ni to'liqlig'uchininki keyniga masalan 洗完衣服了洗完衣服了 menda 洗 pil 完 to'liqlig'uchi 衣服 to'ldirg'ichi shunaqo menda 洗衣服完了 desak bo'lmaydi 洗完衣服了 deyishimiz kerak. Nama topshiriq yozishni 写作业 deymiz. Topshiriqni yozib bo'ldik desak 写完作业了 deymiz. Bu nim degan gap desak, shu ma 衣服 ma 作业 degan ma so'zlar shu 完 degan xatlarniki keyniga kelish kerak, oldiga chiqib olsa bo'lmaydi degan ma'noni bildirdi. Ha, undaq bo'lsa, shu ikkinchi bo'limning jumlalarini yana bir o'qib o'taylik. 等到3点 等到3点 走到医院 走到医院 写完作业 写完作业 吃完饭 吃完饭 写对 写对 说错 说错 整理好 整理好 修好 修好 没写完作业 没写完作业 没吃完饭 没吃完饭 洗完衣服了 洗完衣服了 写完作业了 写完作业了 好，那么接下来我们来看一下我们这一篇课文的什么呀？文化小贴士。Endi 8. darsninki mushunimu madaniyat eskartmasi deganga qarab baqaylik. 今天我们要学习的是神医华佗。Kimni deganmiz? Xosiyatlik tibib Xot'o degan bilan tunishib chiqdi ekanmiz. Bu bir kinoni ko'rib baqqanda xosiyatlik tibib shilayli deb hammamiz ko'rdik deyman-da. Bu yerda bizning o'rganganimiz xosiyatlik tibib Xot'o. Bu Xot'o degan qanday xosiyatlik tibib bu nima ishlarni qilgandi? Qarab baqaylik. Xot'o 字原话deydi. Nama Xot'oning taxallusi nima ekan? 原话. Anandikincha 他呢是沛国郊县人，kim是mushu pey baglikininki Joe degan mushundaq bir noisininki ekan, noisidagi odam ekan. Ya'ni bugungi mushu Anhui shan Bozhou shi, hozirgi bizningki mushu Anhui o'lkasininki Bozhou shahardan bu yoqniki nimasi yurt ekan. 东汉末年著名医学家deydi. Donxan deganimiz Sharqiy Xan sulolasininki oxirgi yillardagi dongliq tibib ekan. Ha, bu hozir bizning mushu Xot'oninki qaysi davrda yashaganligini, taxallusini, anandikin yurtini bildik. Endi ikkinchi abzasga qarab, uninki qilgan ishlarga qarab baqaylik. 华佗是中国历史上第一位创造手术外科的专家。 好, hozir mushu kasal bo'lib qolsak, bir operatsiya qiladigan ish bordi. Masalan, lekin bu operatsiya qachon boshlagan? Kim dastlabda bo'lib mushu operatsiyani qilgan? Xot'o
중국 tarixidagi birinchi mushu vayko shu ya'ni operatsiya qilishni barliqqa keltirgan odam mushu shu 也是世界上发明麻醉剂麻沸散 nima bu nima degan gap desak biz operatsiya qilgan vaqtimizda qanday og'riydi pichoq tikasa og'riydi-ku lekin mushu operatsiya qilishdan burun odatda nima ish qildi narkoz qiladi ha undaq bo'lsa bu xato hozir nimani qilgan ekan mushu tunji operatsiya qilishni ijod qilgan ekan-ku mushu barliqqa keltirgan ekan hamda operatsiyani barliqqa keltirgan bilan tang mushu morfiy degan narkoz buyumini mushu xato ijod qilibdi narkoz buyumi bor bo'ldi va shuni mushu xato barliqqa keltirdi degan gap Ondan 发明用针灸医病的先驱者和创始人deydi. Mushu bizningki Jungochi tibibda mushu davolashda bir mushu jingni bilan davolaydigan bir ish bor. Bilamiz-ku. Mushu jingni bilan davolashni kim barliqqa keltirgan? Xatxo. Ha, bu yoq hozir nima operatsiyani barliqqa keltiribdi, morfiy deb narkoz buyumini barliqqa keltiribdi, hamda mushu jingni bilan davolashni mushaq keltirgan ekan. Ha, nima bu morfiy nima ekan desak, morfiy麻沸散为外科医学的开拓和发展开创了新的研究领域。那bu nima degan gap desak, morfiy mushu tashqi kasalliklar bölümü tashqi kasalliklar ilmining yangi tadqiqot sohasini ochgan va tarix qildirgan debdi. Ondan 他的发明比美国的牙科医生摩尔顿1846年发明乙醚麻醉获得成功要早1600多年。那bu nima degan gap desak, mushu Amerikada bir tish doktori bor ekan, u yoqninki ismi Molton ekan. Ya'ni 1846-yilda nimani ijod qilibdi desak, etil ifir bilan narkoz qilib mushu utuq qazinibdi. Nima? Lekin mushu xatxoninki bayamqi ijod qilgan mushu morfiy degan bu narkoz buyumi ma Amerika tish doktorininkidan qancha yil? 1600 yil burun. 好，这是他一个非常伟大的成就啊，intayin bir zo'r natijalarga erishib ekan-di. Keyin debdi, xatxo 被后人称为外科圣手。那么xatxoni keyingi odamlar nima deb ataydi ekan-di? Tashqi kasalliklarninki piri debdi. Ya'ni 外科鼻祖 ya'ni mushu tashqi kasalliklarninki asos solg'uchi deb ataydi ekan. 后人多用神医华佗称呼他。那么 keyingi odamlar bu xatxoni nima deb ataydi ekan-di? Xosiyatlik tibib xatxo deydi ekan-di. Hamda 华佗在世原话重申，称誉有杰出医术的医师deydi. Ya'ni mushu hozirgi vaqtlarda biz mushu ba'zan doktorxonalarga mundaq bo'lib, kichik chingsolarga kirgan vaqtimizda 私人医院ilaqa shaxsiy doktorxonalarga kirsak, mushu tomda ilaqa qizil bayroqlar bo'ldi-ku, ashning ustiga shama 华佗在世神医华佗deb degan ashundaq yozig'lar. Bu nima degan gap desak, 华佗在世deganimiz mushu 华佗yana chiqdi yoki bo'lmasa 华佗qayta turildi yoki bo'lmasa mushu qayta hayot berguchi degandek mushundaq nom orqali hozirgi mushu bizningki doktorlarimizningki yoki bo'lmasa tibiblarningki tibobatchilikda usta ekanligini bildirdi. Ha, undaq bo'lsa 华佗ni tunudukmu savaqtashlar. 那今天我们的课呢就先到这里。Әмді mushu bugungi grammatikaga qarta ishkital jumla tuzib, andan keyin bizningki mushu madaniyat askatmasini yana bir ikki qatam o'qib olsak, jo kayla. Shuning bilan bo'ldi.
Onda xo'sa savoqdashlar, bugungi darsimiz meshagicha bo'lsin. Kelarki sonda ko'rishaylik. Xayr xo'sh.